Agar bittagina qoidani o'zgartirish imkoningiz bo'lganda, qaysi qoidani o'zgartirgan bo'lardingiz? Shu baliy sistemani o'zgartirish bo'lsa, shuni ko'rib chiqishsa yaxshi bo'lardi. 60 km/soatli chegirmani atmay qilib 70 km qildirardik. Demakki, radarlarimiz ham sal kamroq ishlab yuborardi. 70 qilib belgilasa yaxshi bo'lishardi. Qoidani o'zgartirish emas, yangilik qilish kerak. Piyodalar o'tish yo'lini fosforli qilish kerak. Mashinani shu sveti chirog'i tushganda peshxod borligini ko'rish uchun. Jarima ballari hozir admin bo'lishini xohlardim, chunki hozir slishkom ko'p. Qoidani emas, Smart City hozir Toshkent shahrida o'sha test sifatida o'sha ishlayapti. Mana shu proyektni yana shahar miqyosida kengaytirib targ'ib qilishni taklif qilgan bo'lardim. Smart City proyekti bu svetoforlarni avtomatik kontrol qilib, mashinalarning oqimiga qarab avtomatik o'sha mashinalarni boshqa joylarga yo'naltirib, mana shu ishni bajaradi. Yo'lni kengaytirish ko'rib chiqish kerak, probkani oldini olish. Misol uchun svetoforlarda mana yangi AI kameralarni joriy qilish.